Har bir ona qiziga aytish kerak bo'lgan gaplar. Husnoy Sodiqovaning Qizim Dilbandim kitobidan. Qizim Dilbandim, faqatgina kelin bo'lish uchun emas, zoting ayol bo'lgani uchun ham surating hamisha chiroyli tursin. Chunki sen bu dunyoni ohangrabosisan. Kim juftim yo sevgilim deb, kim onam deb, opam singlim deb, kimdir esa qizim deb senga intilgan. Ayol kishi o'sha ixlos, o'sha intilishlarga munosib, arziydigan ko'rinishda bo'lishi shart. Ayolsiz umr bo'sh, ayolsiz ro'zg'or yo'q. Erkak zoti buni tan oladi va dunyo yaralibdiki, shu zotga suyanib, taqdirini shu zotga topshirib o'tadi. Ammo qizoyim, 100 yoshinggacha esingda tursinki, turmushga chiqib bo'ldim, bolalarim bir etak-ku, bejanib yurishim shart emas degan zahoting ichingdagi yomoning, ya'ni didsizliging yoki yalqovliging yuzaga chiqqan bo'ladi. Hech qachon qarovsiz ko'rinishingga atrofni chidashga majbur qilma. Erkakning ayoli bo'lsa-yu, unga qarab yuragi yayramasa, bolaning onasi bo'lsa-yu, boshqalarning orasida onasini zimdan havas qilib, o'zinikidan o'ksib yursa, kunda sening betartib soching, palapartish kiyinishingni ko'raversalar, ko'zlari kunda tinaversa, bilib qo'y, uydan bezishlar shundan boshlanadi.